Instagramda o'chib ketgan chatlaringizni hozir men sizga oson tiklashni o'rgatib qo'yaman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda Instagram profilimizdan uchta chiziqchaga bosamiz. Bu yerdan Watch DSPga bosamiz, Enterga tushiramiz, skachat informatsiyaga bosamiz. Bu yerdan mana shu skachat joyiga bosasizlar, bu yerdan ikkinchiligini tanlaysizlar. Bu yerdan bo'lsa сообщение joyiga птичка bosib, dalini bosamiz. Skachatdan устройство qilamiz va bu yerdan ko'rishingiz mumkin soздать fayl joyiga bosamiz. Va mana shu joyda ozgina kutib turasizlar, SMS-larni barchasini bu tiklab oladi. Keyin bitta orqaga qaytib yana shu skachat joyiga kiramiz. Keyin bizda mana shunaqa skachat joyi paydo bo'ladi. Xuddi shu joyga bosamiz. Bu yoqqa Instagram parolimizni kiritamiz. Parolni terib kirganimizdan keyin mana shu tarzda bizga fayl tashib beradi. Fayl ustiga bosamiz va извлечить qilib olamiz. Keyin mana shu o'rtadagi papkaga kirib, birinchiligini ochamiz. Bu yoqdan ham inbox ochamiz. Mana shu yoqdan o'zingizlar istagan chatlarni mana niklari bilan yozib qo'ygan, shunchaki ustiga bosib, bemalol bu yoqda SMS-larni ko'rib o'qib olsanglar bo'ladi. Shunday Chrome tanlaysizlar, sevgida bosasizlar, mana bu yoqda SMS-laringiz ochiladi. Video sizga aniq foydali bo'ldi. Shuning uchun saqlab qo'ying. Like va podpiskani yodingizdan chiqarmang. Smartfonlarni eng zo'r narxda Open Shopdan xarid qilsangiz bo'ladi.